Onasi, bir narsani aytsam, qo'rqmaysanmi? Hayajonlanmaysanmi? Menga o'xshagan odil inson prezident bo'lish kerak bu davlatga. Mashrab aka, pichog'ingizni bering. Pichog'ingizni bering tezroq. O'zlarining yillar davomidagi poymol qilingan haq-huquqlari bundan keyin boshqa bir kun ham poymol qilinishi mumkin emasligi uchun foydalanish o'rniga nimalar deyapsan o'zing betofiq ovsar turqinga bir qarasangchi so'tak. bu davlatni endi siyosatni bilmaysan deyapti. Endi siyosatni nima bilmaymiz endi. Siyosat nima? Siyosat interes ya'ni. Interes. Uka, masala bu aferistdan desam, qizil jinni ekansan. Oldin mani talablarim bor. Xo'sh. Indan keyinchi? Endi mani talabim shunaqa, ya'ni men qaysi viloyatda konsert qo'ymoqchi bo'lsam yo qaysi to'yxonaga borib ishtirok etmoqchi bo'lsam, taqiq qo'yilgan holatlarni umuman bekor qilish kerak. Davlat juni bilan sen o'zingni shaxsiy juningni chalkashtirma. Prezident bo'lish niyatim bor va albatta bo'laman deb umid qilaman. Yo, siyib qo'yasan.